2 yil, 3 oy, 19 kun. Ushbu xabarni e'lon qilishni mana shuncha vaqt kutdim va bugun fursat yetdi. 2022-yil dunyo bozorida yangi brend paydo bo'ldi. Uning nomi XJ va O'zbekiston Respublikasida 2023-yildan boshlab faoliyatini boshladi. Biz mana shu vaqtlar ichida ko'plab muvaffaqiyatli kunlar, muvaffaqiyatsiz kunlar, baxtli onlar va qayg'uli kunlarni ham boshimizdan o'tkazdik. Va o'z maqsadimiz yo'lida birgalikda o'z jamoamiz bilan harakat qildik va ushbu kunni aynan 2 yil oldin maqsad qilgan edik va shunga ham yetib keldik. Mana shu vaqt ichida XJ bir kishidan boshlandi va bugun millionlab insonli jamoaga aylandi. Shu vaqt ichida biz ko'plab harakatlarni amalga oshirdik. Ana endi XJ jamoasi o'z ochilish marosimini o'tkazishga tayyor. Siz ushbu yilning 22-iyun sanasida O'zbekiston Respublikasining Toshkent shahrida ushbu siz ko'rib turgan Turkiston san'at saroyida XJ kompaniyasining ochilish marosimida ishtirok etishingiz mumkin. Siz ochilish marosimida kompaniya tomonidan eshitmagan ko'plab ma'lumot va yangiliklar va uddalagan insonlarni ko'rishga musharraf bo'lasiz. Nafaqat bizning hayotimizda, balkim o'sha kun sizning hayotingizda ham unutilmas kunlardan biriga aylanadi. Biz jamoamiz bilan sizni XJ kompaniyasining ochilish marosimida kutamiz. Bizning muvaffaqiyatli kunimizda biz bilan birga bo'ling.